Belarusiyada O'zbekistonga qanaqa qilib mol olib kelsa bo'ladi? Bu video aynan shu haqida bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ring, videoga like bosib qo'ying. Hammaga assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sog'misizlar, tinchmisizlar, tuzukmisizlar? Videoga darrov bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, kommentariyaga o'zingiz fikringizni yozib, videoni oxirigacha ko'ring. Belarusiyada, ya'ni O'zbekistonda qanaqa qilib mol olib kelsa bo'ladi, ya'ni chorva molni, sigir, qo'y, echki, ot, qo'y, ya'ni shu yem-xashak qanday qilib olib kelsa bo'ladi? Bu video aynan shu haqida bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rib, kanalga обязательно obuna bo'ling, chunki bundan ham qiziq videolar hali oldinda chiqadi aziz yurtdoshlar. Ko'p odam kanalimizga obuna bo'lmasdan ko'ryapti. Videoga обязательно bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Sizga yoqadigan video bo'ladi aziz yurtdoshlar. Xullas, ya'ni Belarusiydan O'zbekistonda qanday qilib mol olib kelsa bo'ladi? Birinchi o'rinda 3 xil zotda mol olib kelsa bo'ladi. Birinchisi go'sht, ya'ni so'yishga mol, ikkinchisi sut yo'nalishi, ya'ni xunojillar, sigir, xunojillar, uchinchisi zotdor, ya'ni zot ko'paytirish uchun, nasl olish uchun mol olib kelsa bo'ladi aziz yurtdoshlar. Birinchi o'rinda eng arzon tushadigan bu so'yishga, ya'ni so'yishga masalan eng past kilogramm 200 kilogrammdan ketaveradi, yog'i 800 kilogrammgacha bo'lgan buqachalarni olib kelib O'zbekistonga o'tirib so'ysa bo'ladi aziz yurtdoshlar. U ham shu veterinariya, ya'ni shu molni, chorvani rivojlantirgan veterinariyadan dokument orqali o'tirsa bo'ladi aziz yurtdoshlar. Bez dokument mol o'tirib bo'lmaydi O'zbekistonga. Eng arzon tushadigan bu Belarusiydan O'zbekistonga mol olib kelish aziz yurtdoshlar. Shuni esdan chiqarmanglar. Chunki ko'p odam hozir Rossiyadan mol olib kelyapti O'zbekistonga. U xato. Belarusiyada O'zbekistonga mol olib kelish juda arzon tushadi aziz yurtdoshlar. Videoga обязательно like bosib, ikkinchi video ma'lumotga ham ega bo'linglar. Ikkinchisi, ya'ni xonojillar, sigirlar. Aziz yurtdoshlar, sut yo'nalishi bo'yicha sigir olib kelsa bo'ladi. Ya'ni bitta furaga Belarusiydan O'zbekistonga olib kelsa 45 ta sigir sig'adi. Ya'ni shu 50 litr sut beradigan sigirdan 45 ta mol sig'adi aziz yurtdoshlar. Masalan, O'zbekistonda shu 50 litr sut beradigan olib kelib, O'zbekiston sharoitida yem berib, bemalol 35-40 litr sut olsa bo'ladi aziz yurtdoshlar. Chunki ko'p odam masalan fermasi bor, uyida chorva boqib qo'yibdi, lekin normalniy sut olyapti aziz yurtdoshlar. Xullas, xato gaplagan bo'lsam uzr aziz yurtdoshlar. Kommentariyaga o'zingiz fikringizni yozing. Kim Belarusdan mol olib kelyapti? Olib kelganlar yozinglarchi, qancha rasxod ketdi. Aziz yurtdoshlar, xullas, ko'pchilik so'ragan savolga javob, ya'ni qancha rasxod ketadi? Rasxod Rossiyada, masalan, Rossiyadan O'zbekistonga mol olib kelish masalan $60,000 tushyapti bitta fura to'la mol. Belarusiydan esa $30,000 mol olib kelsa bo'ladi. Ya'ni bir fura 60 ta molni, ya'ni go'shtga shu boqiladigan Angus bo'lsin, Simmental bo'lsin, Greenford bo'lsin, shu olib keladigan narx shu 30,000-35 ga tushib boryapti aziz yurtdoshlar. Rossiyadan bo'lsa 55,000, 60,000, 70,000 gacha rasxod ketib qolyapti. Chegarada qolib ketyapti mollar. Ya'ni ko'ryapmiz, Rossiyadan mol olib kelganlar chegarada ancha moli chegarada qolib ketgan yurtdoshlar. Shuni esdan chiqarmaylik. Shuning uchun aytganimdek, shu Belarusiydan mol olib kelsa ancha arzon tushadi yurtdoshlar. Shuni esdan chiqarmaylik. Chunki ko'p odam hozirgi kunda go'sht iste'mol, uyida mol boqgan, qo'y boqganlar bor. Shunga maslahatim Belarusiydan mol olib kelish deb o'ylayman. Chunki Belarusiydan ko'p odam mol olib kelib ancha foyda qilib qo'ydi. Ya'ni Belarusiydan 60 ta mol olib kelsa, masalan, uyda boqib 2 oy, 3 oy boqib go'shtga topshirgan taqdirda ham ancha foyda qoladi yurtdoshlar. Uchinchisi, nasl, ya'ni zot ko'paytirish uchun mol. Zot ko'paytirish uchun bilasizlar, yo'rtda eng zo'r molni Germaniya, Avstriyadan Simmental zotli mol olib kelishyapti hozir, ya'ni samolyotda olib kelishib, nasl, ya'ni zot ko'paytirishyapti. U zotdor sigirlar, zotdor buqachalar, eng kichigi 1 oylik buqacha 35-40 million so'm. Ya'ni shu zotdor aziz yurtdoshlar. Shuning uchun naslli mollar ham hozir qimmat yuribdi.
Lekin naslli mollar bu nasl olishga, so'yishga bo'lmaydi. Nima deganda, so'yishga juda qimmat bo'lib ketadi aziz yurtdoshlar, shuni esdan chiqarmang. Bu videoni ikkinchi qismi chiqadi, ya'ni ikkinchi qismi qancha расход ketadi, qanaqa dokumент ketadi, hammasini aytib o'taman. Bu video lekin 500 ta like, 500 ta like, 5000 prosmotr esa buning ikkinchi qismi chiqadi aziz yurtdoshlar, shuni esdan chiqarmang. Videoga like bosib qo'ying.